Hay gapirmang, jonimga tegib ketdi. Shu chol o'lmadi, men qutulmadim. Bo'pti, yaxshi o'tiringlar. Odamlarni oziq-ovqatlarini, dorilarni vaqtida bergan, xo'pmi? Xo'p. Jonimga tegdi shu chol. Ya, Ya, Abduxonim, yaxshimisan? Tuzumsan o'rta? rahmat, Sog'lig'ing joyidami? rahmat. Amakim yaxshimilar? Anchadan beri mazalari yo'q deb eshitdim. Anchadan beri ahvollari og'ir yotibdilar o'rtoq. Alloh shifo bersin o'rta. Menga nima xizmat? Nima kamchiliklar? Yo'q, xizmati yo'q, hamma narsa yetarli. Agar bu narsa kerak bo'lsa, o'zingga aloqaga chiqaman. Bo'ldi o'rta, charchamagin. Bu xizmat bo'lsa et. Xo'p, rahmat. Sog' bo'l. Hay gapirmang, jonimga tegib ketdi. Shu chol o'lmadi, men qutulmadim. Kuyovingizni ham topganlari dori-darmonga ketadi. Nima keragi bor, shuncha xarajat qilishi baribir o'lib ketadi. Ertaga ham bormasa kerak, oyi. Voy kelin, dori bilan suvimni olib berib yuboring. Hozir. Boshladi yana. Bo'pti, oyi, yana telefon qilaman. Alo. Assalomu alaykum oyi. Va alaykum assalom bolam. Peshinga janoza bo'lib qoldi. Voy, shunaqa deng. Alloh sabr bersin. O'zi adangiz og'ir edilar. Bo'lmabdilar-da. Yo'q. Adam yaxshilar, Xudoga shukr. Ayolimni to'satdan berib qo'ydik. Ya'ni sizni qizingiz. O'zingizni qo'lga oling. Alloh sabr bersin.